Assalomu alaykum. Kimyobiz Telegram va YouTube kanali obunachilari. Demak, kimyo fanidan 2025-yil 27-dekabr kuni birinchi smenada o'tkazilgan sertifikat sinovlaridagi demak 41-savolni tahlilini birgalikda ko'rib o'tamiz. Demak, savolni sharti quyidagicha. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni va unga asos bo'lgan usul yoki formulalarni ko'rsatgan holatda uzviy ketma-ketlikda bajaring dedi. Xo'p, savolning sharti quyidagicha. Kaliy permanganat va kaliy bixromat tuzlaridan iborat qattiq aralashmaga gaz ajralishi tugaguncha 36,5% xlorid kislota eritmasi qo'shildi. Reaksiya natijasida hosil bo'lgan X mol kaliy gidroksid saqlagan va vodorod peroksid aralashmasi qo'shilganda yagona oksidlanish qaytarilish reaksiyasi sodir bo'ldi. Jarayon natijasida barcha xrom 3 ionlari xromat ionlarigacha oksidlandi. Marganiz 2+ ionlari esa marganiz 2 gidroksid holda cho'kmaga tushdi. Hosil bo'lgan cho'kmani eritish uchun esa ekvivalent miqdorda xlorid kislota eritmasi qo'shilganda jami X mol kaliy xlorid tuzi saqlovchi eritma 1 hosil bo'ldi. Xo'p, eritma bir tarkibida kaliy xlorid, marganiz 2 xloridi, kaliy xromat tuzlari mavjudligi ma'lum bo'lsa, dastlabki tuzlarni xlorid kislotada erishidan ajralib chiqqan sarg'ish yashil rangli gaz o'yuvchi kaliyning qaynoq eritmasiga to'liq yuttirildi. Bunda X + 0,6 mol ishqor sarflandi va neytral muhitdagi eritma 2 hosil bo'ldi deydi. Xo'p, so'ralgan narsalar X ni qiymatini va dastlabki kaliy permanganat va kaliy bixromat aralashmasidagi umumiy yig'indini, hop, sarflangan vodorod peroksidini miqdorini, eritma 2 tarkibidagi tuzlarning umumiy massa yig'indisini, dastlabki jarayonda sarflangan xlorid kislota olinishi uchun qancha gram natriy xlorid sarflanganligini, ya'ni necha gram natriy xlorid sulfoksidlar bilan reaksiyaga kirishishi kerakligini topish kerak bo'ladi. Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usulini va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallarini javoblar varaqasida aks ettirish lozim deydi. Xo'p, demak biz birgalikda yechimni boshlaymiz. Xo'p, shunda kaliy permanganati va kaliy bixromati aralashmasi. Endi men yechimni qog'ozga chiqarib oldim. Mana savolni shartini qog'ozga chiqarib oldim. Shuning uchun qaytib nima o'tirmayman. Xo'p, demak, kaliy permanganati va kaliy bixromatidan iborat, pastroq qo'ysam bo'ladi. Xo'p, demak, kaliy bixromatidan iborat aralashma bor. Bu aralashmaga xlorid kislota ta'sir ettirilyapti. Birinchi 36,5% xlorid kislota eritmasi ta'sir qildirilyapti. Endi kaliy permanganat xlorid kislota bilan reaksiyaga kirishganda kaliy xloridi, xo'p, marganiz 2 xloridi, xo'p, va xlor gaz holatda va demak suv hosil bo'ladi. Endi kaliy bixromat xlorid bilan ta'sirlashganda kaliy xloridi, xo'p, xrom 3 xlorid, xo'p, keyin xlor gazi va demak suv hosil bo'ladi. Endi reaksiya tenglamasini tenglaydigan bo'lsak, kaliy permanganat oldiga 2, xloriddan oldiga 16, xo'p, kaliy xloriddan oldiga 2, marganiz 2 xloriddan oldiga ham 2, xlorda oldiga 5, xo'p, suvda oldiga demak 8 qo'yib, birinchi reaksiyamiz to'liq tenglanadi. Ikkinchi reaksiyamiz demak bu yerga 14 qo'yamiz, bu yog'imiz 1 bo'lib turaveradi. 2 ta kaliy xlorid, 2 ta xrom 3 xlorid, xo'p, 3 dona xlor molekulasi va 7 ta suv hosil bo'ladi. Demak, dastlabki, ya'ni kaliy permanganat eritmasiga xlorid kislota qo'shildi.
degan joyda ishlab bo'ldik. Endi qarang, dastlabki aralashmani bunday belgilab olaylik-da. Misol uchun endi x ni belgilab olmaymiz, shuning uchun 2A mol kaliy permanganat bor va B mol kaliy bixromat bor deb ishlasak bo'ladi. Va 2A mol kaliy permanganat bilan 16A mol xlorid kislota reaksiyaga kirishadi u bilan. Va 2A mol kaliy xloridi hosil bo'ladi. Xo'p, 2A mol marganes 2 xlorid hosil bo'ladi va 5A mol xlor ajraladi. Xo'p, endi kaliy bixromatni B moli bo'ladigan bo'lsa, bu bilan demak 14B mol xlor xlorid reaksiyaga kirishadi va 2B mol kaliy xloridi hosil bo'ladi. Xo'p, xrom 3 xloridimiz ham demak 2B mol bo'ladi va bu yerdagi nimamiz xlorimiz ham 3B mol bo'ladi. Bu ham gaz holatda modda hisoblanadi. Endi demak dastlabki aralashmaga nima qo'shilgan joyi, xlorid qo'shilgan joyi tugadi. Xo'p, shu o'rinda mana shu yerda ajralgan umumiy xlorni miqdorini topib ketamiz, chunki keyingi hisob-kitoblarda bu bizga kerak bo'ladi. 5A plyusdan demak 3B mol deb ketamiz. Xo'p, endi shartga qaytamiz. Reaksiya natijasida hosil bo'lgan eritmaga x mol kaliy gidroksid sarflangan x mol kaliy gidroksid saqlagan vodorod peroksid kaliy gidroksid va vodorod peroksid aralashmasi qo'shilganda yagona OKR hosil bo'ldi deydi. Endi bu yerda bitta narsani tushunish kerakki, kaliy permanganati ham, kaliy bixromati ham qolmaydi. Ya'ni to'liq bular sarflanib ketadi. Xo'p, hosil bo'lgan eritmaga deylik. Misol uchun bu yerda endi biz mana shu hosil bo'lgan eritmani tarkibini aniqlashtirib olishimiz kerak. Demak, hosil bo'lgan eritma tarkibida kimlar bo'ladi? Xo'p, kaliy xloridi bo'ladi. Marganes 2 xloridi bo'ladi. Mana bu xrom 3 xloridi bo'ladi va erituvchi suv ham bor. Mana bu hosil bo'lgan suvlar, xlorid eritmasining suvi, ishqilib hammasi bo'ladi. Endi kaliy xloridimiz umumiy bu yerda hozir reaksiyalarda hosil bo'lgan miqdori 2A plyusdan 2B mol. Marganes 2 xlorid esa demak 2A mol. Xrom 3 xlorid esa demak 2B mol. Suvning moli shart emas. Xo'p, endi mana shu eritmaga kaliy gidroksid va vodorod peroksid saqlagan x mol kaliy gidroksid saqlagan eritma qo'shildi deydi. Endi kaliy gidroksid biz bilamiz, mana bu o'zini tuzi bilan reaksiyaga kirishmaydi. Marganes 2 xlorid bilan esa quyidagicha reaksiya beradi. Ya'ni marganes 2 xloridi plyusdan kaliy gidroksidi, xo'p, marganes 2 gidroksidi cho'kmaga tushadi va demak 2 molekula kaliy gidroksid hosil bo'ladi. Keyin xrom 3 xlorid bilan esa kaliy gidroksid va vodorod peroksid birgalikda reaksiyaga kirishi bo'ladi. Ya'ni shu reaksiyamiz oksidlanish, qaytarilish reaksiyasi bo'ladi. Endi hozir videoda endi reaksiyani tenglangan holatda yozaman, lekin nimada sertifikat sinovining o'zida buni men menga ham tushgan bu savol, shu balans usulini ham ko'rsatib o'tganman. Ya'ni balansda tenglangan joyni uzviy to'liq degan nimasi bor-ku, shuning uchun. Demak, ikkita kaliy xromat shartda ham bor edi, ya'ni xrom ionlari xromatgacha oksidlandi deydi mana. Kaliy xromat 6 ta kaliy xlorid va demak 8 molekula suv hosil bo'lyapti. Endi xo'p, qaytamiz. Marganes 2 oksid cho'kmaga tushyapti. Hosil bo'lgan cho'kmani eritish uchun eritma ustiga ekvivalent miqdorda xlorid kislota qo'shildi deydi.
Ya'ni bu yerdagi marganiz 4 oksidini marganiz 2 gidroksid cho'kmamizni eritish uchun, demak, eritmaga xlorid kislota qo'shildi va marganiz 2 xloridi va demak bu yerda 2 molekula suv hosil bo'ldi. Ya'ni cho'kmani biz eritmaga qaytardik-da bunday holatda. Xo'p, endi miqdorlarni hisoblab olsak ham, marganiz 2 xloridni miqdori bu yerda 2A, yuqorida 2A mol edi-ku. Bu yerga kaliy gidroksidni oldiga 2 qo'yishimiz kerak, reaksiya teng bo'lishligi uchun. Bu bilan reaksiyaga kirishadigan kaliy gidroksidni miqdori shunda 2A mol. 2A mol kaliy gidroksid bilan bu yerda kaliy xlorid-ku, uzr. Xo'p, 2 mol kaliy gidroksid bilan reaksiyaga kirishganda A mol marganiz 4 oksid, marganiz 2 gidroksid cho'kmaga tushadi. Va 2A mol kaliy xlorid hosil bo'ladi. Bu yerda xromich xloriddan demak 2B mol bor edi. 2B moli bilan demak 5 B mol kaliy gidroksid reaksiyaga ketadi. Yo'q, 5 emas, 10. 2 ga 10-ku. 10 B mol kaliy gidroksid reaksiyaga ketadi va vodorod peroksidni miqdori bu yerda shunda 3 B mol bo'ladi. Kaliy xromat tuzimizni miqdori 2 B mol. Kaliy xloridimiz esa demak 6 B molga teng bo'ladi. Endi marganiz 2 gidroksidimiz bu yerda demak A mol bo'layotgandi. Va bu bilan reaksiyaga kirishadigan xlorid kislotamiz 2A mol bo'ladi. Va hosil bo'lgan marganiz 2 xloridimiz demak shunda A mol bo'lyapti. Endi qarang, bu yerda bitta narsani hisoblab olishimiz kerak-da biz. Ya'ni jarayonni kaliy gidroksid bo'yicha hisoblaymiz. Kaliy gidroksid o'zi sarflangan kaliy gidroksid reaksiya bo'yicha hisoblaydigan bo'lsak, qarang, 2A yo'q, bu yer ham 4A ekan, uzr. 4A 2A, bu yer ham 4A. Shunda bu yer 4A bo'lsa, bu yer 8A bo'ladi. Xo'p, sarflangan kaliy gidroksid miqdorini hisoblaydigan bo'lsak, bu yerda yuqoridagi reaksiyada demak 4A mol kaliy gidroksid sarflangan, pastdagi reaksiyada esa demak 10 B mol kaliy gidroksid sarflangan. Lekin savol sharti bo'yicha bizga umumiy X mol kaliy gidroksid sarflangan degan narsa bergan. Demak, birinchi tenglamamiz kelib chiqadi bu yerdan 4A plyusdan 10B teng X. Bu demak bizning birinchi tenglamamiz. Va savol sharti aytadi bu yerda X mol kaliy xlorid tuzi saqlagan eritma 1 hosil bo'ldi deydi. Ya'ni endi mana shu eritma 1 aynan tarkibini yozib chiqsak bo'ladi. Ya'ni eritma 1da kaliy xloridi bo'ladi. Mana bu reaksiyalarda hosil bo'lgan, dastlab ham bor, shuning uchun keyin cho'kmadan ajralib chiqqan marganiz 2 xloridi, u dastlab ham bor edi bizda. Keyin reaksiyada hosil bo'lgan xrom kaliy xromati va endi erituvchi suv ham bor. Qarang, kaliy xloridi o'zi dastlab 2A plyusdan 2B bor edi bizda. Keyin birinchi reaksiyada 4A hosil bo'lyapti. Plus ikkinchi reaksiyada 6B hosil bo'lyapti.
Shunda umumiy kaliy xloridni miqdori 6A plyusdan 8B ga teng bo'ladi. 6A plyusdan demak 8B. Mana bu hisoblagan joyda o'chirsak bo'ladi. Va marganiz 2 xloridni miqdori qani 4A mol. Marganiz 2 xlorid 4A mol. Kaliy xromatimiz demak 2B mol ga teng. Xo'p, va savol shartida aytayaptiki, mana bu yerda X mol kaliy xlorid tuzi saqlagan eritma hosil bo'ldi deyapti, eritma 1da. Demak, mana bu kaliy xloridning miqdori ham X molga teng bo'lishligi kerak. Demak, ikkinchi tenglamamiz ham bizga shu yerdan kelib chiqadi. Ya'ni bu 6A plyusdan 8B teng X degan tenglama kelib chiqadi. Buni ham ikkinchi tenglama deb belgilab qo'yamiz. Endi qaytamiz savol shartiga. Bularda tuzlarning mavjudligi haqida yozdik, miqdorlarini ham yozdik. Dastlabki tuzlarning xlorid kislotida erishidan ajralib chiqqan sarg'ish yashil rangli gaz, ya'ni xlor, kaliy gidroksidning mana bu kaliyning deb ketibmiz. Kaliy gidroksidning qaynoq eritmasiga to'liq yuttirildi. Xo'p, endi mana shu reaksiya tenglamasini yozishimiz kerak. Xlor plyusdan demak kaliy gidroksidini qaynoq eritmasiga botirilganda kaliy xlor O3, kaliy xlorid va suv hosil bo'lyapti. Endi reaksiya tenglamasini tenglaydigan bo'lsak, 3 molekula xlor bilan 6 molekula kaliy gidroksid reaksiyaga kirishadi va bu yerga 5 qo'yamiz, keyin suvni oldiga 3 qo'ysak bo'ladi. Endi qarang, xlorning miqdorini biz yuqorida hisoblab ketgandik, shuning uchun bu yerga olib kelib qo'ysak bo'ladi. Ya'ni 5A plyusdan 3B mol, ya'ni umumiy nimada dastlabki aralashmani to'liq xlorid reaksiyaga kirishdan hosil bo'ladi. Kaliy gidroksidning miqdori bunikidan 2 marta ko'p, ya'ni 10A plyusdan 3B mol. Bo'ldi mana. Keyin bularga keyinchalik o'tiramiz. Nima qilib? To'g'ri bo'lganimizdan keyin. Xo'p, endigi masalada bu yog'ini chizib olamiz. Xo'sh. Va neytral muhitdagi mana bu ishqor eritmasiga botirilgandan keyin deydi, neytral holatdagi nima tushirildi deydi. Keyin qarang, bu yerda N kaliy gidroksidning miqdori bu yoq bo'yicha hisoblaganda reaksiya bo'yicha hisoblaganda 10A plyusdan 3B bo'lyapti, to'g'rimi? Va bu X plyusdan 0.6 ga teng bo'lyapti. Mana bu bizda 3-tenglama bo'ladi. Hozir buni tenglamasini ishlaymiz buni, xudo xolasa. Xo'p, endi keyin deydi eritma 2 hosil bo'ladi bizda deydi. Demak, eritma 2 ni hisoblaydigan bo'lsak, eritma 2 da kimlar bo'ladi? Shunda bu faqat mana bu xlorni kaliy gidroksidni qaynoq eritmasiga tushishidan hosil bo'lgan eritma aytilyapti bu yerda. Shuning uchun demak kaliy xlor O3 va kaliy xlor endi eritma bo'lgandan keyin erituvchi suv ham bo'ladi. Endi bu miqdorlarni hozir x ga topgandan keyin ustiga qo'yib yozsak bo'laveradi. Endi birinchi bizda tenglamamiz bor ekan, birinchi tenglamamiz qani u? Xo'sh, mana bu yerda. 4A plyusdan 10B teng X. Keyin ikkinchi tenglamamiz 6A plyusdan 8B teng X. Uchinchi tenglamamiz hop, demak 10A plyusdan 6B. Buni 3 deyapmiz-ku, 6 bo'lishi kerak bu yer.
2 ga ko'paytiriladi. 6b. Bu ham 6 bo'ladi. 6b teng demak x plyusdan 0,6 ga teng. Mana shu demak tenglamalar sistemasini birga yechamiz bilan. Yuqoridagi tenglamaga qaraydigan bo'lsangiz, birinchi va ikkinchi tenglamalar o'z ikkalasi ham x ga teng bo'lyapti. Demak, bu tenglamalarda chap tomonlari ham o'zaro bir-biriga teng bo'lishligi kerak. Ya'ni 4a plyusdan 10b teng bo'ladi. 6a plyusdan demak 8b ga. Shunda kattadan kichikka ayiramiz, kattadan kichikka ayiramiz bu tomonda. 6a dan 4a ni ayirsak, demak 2a qoladi. 10a dan 8b ni ayirsak, demak 2b qoladi. Ikkalasi ham bo'ladigan bo'lsak, demak a teng b degan ifoda kelib qoladi. Ya'ni xohlagan joyda a ni o'rniga b qo'yib ketsak bo'laveradi. Ya'ni ularning soni teng degan. Shunda mana bu pastdagi hisob-kitobni qiladigan bo'lsak, 10a plus 16a desak bo'ladi buni. Demak 16a deymiz, qarang. Yuqorinichi 14a desak bo'ladimi? Chunki a b ga teng-ku. X o'rniga 14a ni olib kelib qo'yamiz. 14a plyusdan 0,6. Shunda 16 dan 14a ni ayirsak 2a teng 0,6 qoladi. Shunda a teng sal o'xshamayroq qoldi. Boshqatdan chizamiz. 0,6 bo'lsa, demak a teng bo'ladi 0,3 ga. Xo'p, b ham shunda 0,3 ga teng bo'lyapti. Bu ikkalasini ham topdik. Endi x ni topishimiz kerak. X ni topishimiz uchun, misol uchun 14 ga ko'paytirsak bo'ladi buni. 14 ko'paytiruv 0,3. Shunda demak x imiz 4,2 ga teng ekan. Xo'p, demak, so'ralgan hamma narsani topib bo'ldik. Endi shart bo'yicha nimalarni topishimiz kerak? Ayni shu narsaga o'tamiz. Xo'p, birinchi so'ralgan narsa 1. Savol shartida aytadi, mana bu yerda birinchi. X ni qiymatini va dastlabki aralashmadagi kaliy permanganat va kaliy bixromat tuzlarining massalar yig'indisini toping deydi. Xo'p, demak x ni qiymati hozirgina yuqorida topib o'tdik. Demak bu 4,2 mol. Xo'p, endi massa kaliy permanganati va massa kaliy bixromatini topadigan bo'lsak, xo'sh, kaliy permanganatni emeri 158 ga teng, kaliy bixromatni emeri 294 ga teng. Shunda kaliy permanganatni miqdorini biz 2a deb belgilab olganmiz. Shunda bu 2a miz 0,6 mol bo'ladi. 158 ni 0,6 ga ko'paytirsak, demak 94,8 gram bo'ladi. Xo'p, kaliy bixromatni miqdori b mol deb olganmiz. B miz ham demak 0,3 ga teng. Shunda buni massasi 88,2 gramga teng bo'ladi. Shunda umumiy aralashmani massasi so'ralgan bizdan 183 gram, demak aralashma bo'ladi. Aralashma. Va bizdan demak birinchi qismda mana shu 4,2 va aralashmani umumiy 183 gram massa ekanligi xo'p so'rab o'tilgan. Endi ikkinchi so'ralgan narsaga o'tamiz. Ikkinchi so'ralgan narsa bu eritma 2 tarkibidagi tuzlarning umumiy massasini jarayonda sarflangan vodorod peroksidining miqdorini toping deydi. Xo'p, vodorod peroksidning miqdorini biz bu yerda 3b deb belgilab ketganmiz. E'tibor bering. Demak, vodorod peroksidning miqdorini 3b degan bo'lsak, b miz bu yerda 0 ga teng bo'lib chiqdi. 3 ko'paytiruv 0,3. Shunda vodorod peroksidning miqdori sarflangani 0,9 mol ekan. Bizda mana shu narsa so'ralgan. Xo'p, uchinchi so'ralgan narsa
eritma 2 tarkibidagi tuzlarning umumiy massalar yig'indisini toping deydi. Xo'p, qarang. Xlorni miqdori 5A plyusdan 3 ga, ya'ni 8A ga teng desak ham bo'laveradi. 2,4 mol bo'ladi. Boshqatdan hisoblaymiz. Endi mana bu yerga yozamiz endi. 2,4 mol xlor reaksiyaga kirishganda 0,8 mol mana bu nima hosil bo'ladi? Kaliy xlorur hosil bo'ladi. Keyin 2,4 ni 5 ga ko'paytirib 3 ga bo'lamiz. 4 mol kaliy xlorid hosil bo'ladi. Endi bu miqdor topilgandan keyin o'tilyapti, shuning uchun buni ostiga yozib qo'yapman. Shunda massa kaliy xlor O3 massa kaliy xlor O3 topishimiz uchun demak buni molekulyar massasi 122,5 ga teng, miqdori 0,8 molga teng bo'lib chiqdi. Shunda ko'paytiradigan bo'lsak 98 gram kelib chiqadi. Xo'p, endi massa kaliy xloridini hisoblaydigan bo'lsak, buni emeri demak 74,5, modda miqdori 4 mol chiqdi. Agar 75 bo'lganda 300 bo'lardi. Bu shunda 300 dan 2 ta kam bo'ladi. Ya'ni 298 ga teng bo'ladi. Shunda aralashmani massasi 396 ga teng. Ya'ni eritma 2 dagi tuzlarni massasi, umumiy massasi demak 396 gramga teng ekan. Demak, 4-chi so'ralgan narsa, bu savolga ham bitta qaytaylik. Dastlabki jarayonda sarflangan xlorid sutini olish uchun qancha natriy xlorid konsentrlangan sulfatida bilan reaksiyaga kirishishi kerak? O'zi dastlabki reaksiyada mana bu yerda qanchalik xlorid suti bizda sarflandi degan narsa bor-da, shuni hisoblashimiz kerak. Ya'ni 16A plyusdan 14B mol. To'g'rimi? Xo'p, shunda mana shuni topamiz. Birinchi N xlorid kislota 16A plyusdan demak 14B. Ya'ni 16 ni 0,3 ga ko'paytiramiz. Plus B ham 0,3 ku. 14 ni 0,3 ga ko'paytiramiz. Ya'ni 30 ni 0,3 ga ko'paytirganda gap bo'ladi bu. Shunda 9 mol xlorid kislotasi sarflangan. Endi savol shart etyapti. Ana shuncha xlorid kislotani olish uchun qancha gram natriy xlorid konsentrlangan sulfat kislota bilan reaksiyaga kirishishi kerak. Demak, natriy xloridni konsentrlangan sulfat kislotasi bilan reaksiya tenglanmasini keltiramiz. Bu yerda demak natriy sulfati va demak xlorid kislotasi hosil bo'ladi. Bu yerga 2 qo'yib, bu yerga 2 qo'ysak reaksiyamiz teng. Endi qarang. Shunda 9 mol xlorid kislota olish uchun oldi ikkalasi koeffitsentlari bir xil. Shunda 9 mol natriy xlorid sarflanishi kerak. Bizdan mana shu natriy xloridni nima so'ralgan? Massasi so'rab o'tilgan. Shunda demak natriy xlorid massasini hisoblashimiz uchun buni emeri 58,5 ga teng ko'paytiramiz 9 ga. Shunda demak 526,5 gram natriy xlorid sarflanishi kerak ekan. Demak, biz siz bilan 27-dekabr 1-smenada tushgan 41-savolni shartini to'liq ishladik. Endi ayrim qisqartirishlar bo'ldi, sig'may qolganligi uchun men bu misol uchun elektron balanslarni to'g'ri tenglanishini yozib ketdim. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.